Bu ishni qilgan odamga 50 yillik qamoq jazosi beriladi. Tailandga borishingizdan oldin bilishingiz kerak bo'ladigan top 5 ta xatolar. Birinchisi, elektronik sigaret ochiq joyda ishlatish. Tailandda vaping ochiq joyda qat'iyan nazorat qilinadi va bunga jiddiy qarashadi. Bunga juda jiddiy ogohlantirish yoki 10 yilgacha bo'lgan muddatda sizga qamoq jazosi berilishi mumkin. Ikkinchisi, jamoat joyida janjal yoki agressiya, urushish, baqirish yoki haddan tashqari yaqinlik mahalliy qonunlarga zid. Uchinchisi, Budda haykali va ibodat joylarida hurmatsizlik, haykalni ustiga chiqish, noto'g'ri suratga tushish yoki hazil qilish mahalliy odamlarni qattiq xafa qiladi. To'rtinchisi, kiyim qoidalarini buzish, ibodat joylari va davlat binolarida qisqa yoki provokatsion kiyim kiyish qat'iyan taqiqlanadi. Va eng yomoni bu 5-inchisi, bu ishni qilgan odamga 50 yillik qamoq jazosi beriladi. Bu ish nima ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, yopiq Telegram kanalimizga joyladik. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashib qo'ying.